Bizaga kelgunimizcha ushbu bemorimiz 2 marta boshqa joyda, boshqa xirurglar tarafidan chap tomon yuqori qovoq ptozini operatsiya qildirganlar, lekin hech qanday o'zgarish sezmagan va bizani topib Instagram tarmog'i va YouTube tarmog'i orqali topib kelibdilar. Va biz bularga hozir Ahmedov bo'yicha chap qovoqlarda ptoz korreksiyasini qilib berdik va juda ham zo'r rezultatga erishdik. Sizlarga sirazi bu yoqqa qaraymiz. Sirazi do poslisini ko'rsatib ketaman. Tepaga qarab turamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Do holatida bu ko'zlarda anchagina ptoz bor edi. Do holatini mana ko'rib turibsizlar. Bemorimiz ko'zida oldin operatsiya bo'lgan, anchagina ptozlari bor edi. Ikkala qovoqlar mana ikki xil. Hozir mana posli holatini ko'rishingiz mumkin. Ikkala qovoqlarimizga simmetrik qilib skladkalar formulyatsiya qilib berdik. Chap ko'zimiz bu normal holat, ozgina kichik bo'lib turadi. Xudo xolasa atyoqlar qaytgandan keyin bitta video qilamiz. Bizani kuzatinglar, like va podpisatdan chiqmasangizlar. Ushbu videoni imkon darajasida ko'proq tarqating, ptozi bor tanishlar ko'rsin. Like, podpisatdan chiqmasangizlar.